Diqqat, aholiga tezkor xabar. Barcha davlat xizmatchilariga yagona oylik to'lovlari joriy qilinishi mumkin. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Videorolikdan to'liqroq xabardor bo'lish uchun video ostidagi like va obuna bo'lish tugmachalarini bosib qo'yishlikni unutmang. Diqqat qiling. Hukumat qarori bilan 2025-2030 yillarda davlat fuqarolik xizmatchilarining lavozim maoshlarini yagona prinsip asosida shakllantirish ko'zda tutilmoqda. Hukumat qarori bilan 2025-2030 yillarda davlat moliyasini boshqarish tizimini takomillashtirish strategiyasi tasdiqlandi. Bu haqida Adliya vazirligi xabar berdi. Davlat moliyasini boshqarish sohasidagi islohotlarni tizimlashtirish, byudjet barqarorligini ta'minlash va intizomini kuchaytirish orqali byudjet taqchilligini qisqartirib borish, byudjet ochiqligini ta'minlash, soliq ma'murchiligini yaxshilash va uning samaradorligini yanada oshirish, byudjet xarajatlari natijadorligiga erishish, davlat qarzini makroiqtisodiy xavfsiz darajada ushlab turish va davlat byudjeti likvidligini oshirish strategiyasining asosiy maqsadlari hisoblanadi. Quyidagilar strategiyaning ustuvor yo'nalishlari hisoblanadi. Jumladan, byudjet intizomini ta'minlash mexanizmlarini kuchaytirish, o'rta muddatli byudjetlashtirishda strategik ustuvorlikni ta'minlash, davlat xarajatlari va investitsiyalarining samaradorligi hamda natijadorligini oshirish. Strategiyani amalda oshirish davri 2025-yildan 2030-yilgacha mo'ljallangan bo'lib, unda qayd etilgan ustuvor yo'nalishlar doirasida 16 ta maqsad belgilab olingan. Shuningdek, mazkur maqsadlarda bosqichma-bosqich erishishni ta'minlovchi vazifalar va amaliy tadbirlar rejasi ishlab chiqilgan, deyiladi xabarda. Hurmatli tomoshabin, kanalimiz tezroq rivojlanishi uchun ushbu videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'ling va bizni kuzatishda davom eting.